Navoiy viloyatida Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazma yarmarkasi o'tkazilmoqda. Unda 120 dan ortiq korxona va tashkilotlar bo'sh ish o'rinlarini taklif etmoqda. Men Muxlisa Mahmudova, Navoiy davlat universiteti magistranti. Bugungi kunda yurtimizda tashkil etilgan Expo 2025 ko'rgazmalar tanlovida o'zimning Green Market loyihasi bilan ishtirok etdim. Green Market loyihasi daraxtlarni, o'simliklarni sotish va sotib olish imkoniyatini beruvchi onlayn platforma sanaladi. Bugungi kunda yurtimizda tashkil etilgan mana shu ko'rgazmalar tanlovi yangi imkoniyatlar eshigini ochishga sabab bo'ladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Talaba Expo 2025 loyihasi mana shu Navoiy viloyatimiz, Navoiy shahrimizda bo'layotganligi bizni quvontirdi. Sababi juda ko'plab korxonalar bu yarmarkada bizni bitiruvchilarimiz o'zlariga ish topishga muvaffaq bo'ldi. Bugungi kunda mamlakatimizning eng katta driver yo'nalishlari bo'lgan raqamli iqtisodiyot yo'nalishida, qishloq xo'jaligi, sanoat yo'nalishida va boshqa turizm yo'nalishida va boshqa yo'nalishlardan kelgan mana shu ish beruvchilar bilan bizni talabalarimiz o'rtasida bitim, ya'ni o'sha shartnomalar imzolandi.